Farzandingizni maktabga tayyorlayotganda formasi uchun qancha pul sarflayapsiz? 3 millionga ketadi bitta bo'lamga. 1 million bitta qizimni o'ziga. Shu bitta bachaga formaga 300-400 ming ketadi-da. 500 ming. Daftar ruchkalari bilan bo'lsa, unga ham sal 700-800 ga aylanib qoladi. Farzandingiz uchun eng sifatli va arzon maktab formalarini faqatgina Quyoshchadan topishingiz mumkin. 1 milliondan ziyodroq har bitta farzandimga ketyapti hozircha. Farzandlarimga ikkita qizim bor. Birinchisi yaqinda 1-sinfga chiqadi. Xudo xolasa 800 mingga kiyim-kechak olmoqchiman. Bolalar uchun maktab formasiga $100 dan ketyapti. Undan boshqa oyoq kiyimlari bor, daftar ruchkasi bor. O'rtacha har bir bolaga 2,5 million so'mgacha xarajat qilamiz. O'rtacha 3 millionlar ketadi. O'quv quroli, usti-boshi, oyoq kiyimi shu 3 milliondan ziyodroq ketadi. Endi ko'p narsa ketadi buning ichida. $200, $250 atrofida ketsa kerak. O'quv qurollari, kiyim-kechagi, oyoq kiyimlari shular hammasi shuncha pul, balki undan ham oshsa kerak. Sizchi farzandingiz uchun maktab formasiga qancha pul sarfladingiz yoki sarflamoqchisiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Bozori hamisha o'zining arzon narxlari bilan ajralib turgan. Keling, bir o'quvchi uchun o'rtacha maktab bozori qancha bo'lishini ko'rib chiqamiz. Savdo qatorlarini aylanib, bozorlikni maktab sumkasidan boshlashga qaror qildik va ushbu do'konda to'xtadik. Arzon narxlari va katta sortimentlari bilan ushbu joy allaqachon ko'pchilikka tanish bo'lib ulgurgan. O'quvchi qulayligi uchun maxsus ortoped qismga ega bo'lgan ushbu sumkani tanlab, o'quv qurollarini xarid qilish uchun yo'l oldik. Daftar, ruchka, rangli qalamlar, xullas, barcha kerakli narsalarni jamladik. So'ngra maktab formasini tanlashni boshladik. Bir-biridan chiroyli kiyimlar orasidan o'zimizga yoqqanini xarid qildik. Hamyonbop narxlardan men ham singlim ham xursand bo'lib, sal qolsa bantikchalar yodimizdan chiqardi. Xayriyat unutmadik. Xaridimizni amalga oshirib bo'lgach, umumiy hisob-kitobni boshladik. Demak, Bekbaraka bozorida maktab bozori o'rtacha bitta o'quvchiga 490 ming so'mni tashkil etdi. Bularda o'quv qurollari 200 ming so'm, maktab sumkasi 100 ming so'm, kofta 100 ming so'm, yubka 75 ming so'm. Ushbu chiroyli bantiklar esa atiga 20 ming so'm. Bekbaraka bozorga katta rahmat. Maktab bozorligiga qancha sarfladingiz? Ancha. Har bitta navaramga 1 milliondan sarf qildim hozir. 5 ta navaram chiqadi maktabga. Formalari ham shunaqa 1 millionga bordi formalari ham. Umumiy qancha? Har bitta bolamga ham 2 milliondan ketdi. 5 ta 10 million. Maktab bozoriga biz hozir umumiy hisobda 15 millioncha ketdi deb 5 ta bolaga 5 million sarf qildik. O'quv qurollarini o'ziga. Sarflaganimiz hozircha bitta o'g'limga 1 millioncha ketyapti. 1,5, usog'i bir 3-4 million ketadi. Kiyim-kechak hammasi. Maktab bozoriga shu 200 mingdan oshiqroq sarfladim. Formalariga hali bormadik endi. Mo'ljallangiz qancha o'zi? 500 minglar bitta farzandimga. Shu 1 millioncha atrofida qila olasiz. Qila olaman, alhamdulillah. Albatta yetadi. Ikkita farzandimga 450 ming sarfladim. Kiyim-kechaklari bilan 3 million. O'zi bu yilgi narxlar qanaqa qo'yibsiz? O'tgan yilga nisbatan ozgina qimmatroq. Oylikdan oyligimiz 4 million, 5 million. Bitta oyligimiz ketyapti hisobda. Ko'tarmaydi. Maktab bozorligiga qancha sarfladingiz? Ko'proq 2 milliondan ketdi. O'quv qurollarini o'ziga hali kiyimini olganmiz. Kiyimini endi olamiz endi. O'ylasam arzon bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qimmatda nima qiladi? 1 milliondan bo'lganda 4-6tasiga 6 million ketsa ham yomon emas ekan. Lekin undan ko'proq ketadi deyapman. Maktab bozoriga hali endi keldim. Endi shuni mo'ljallayapman. Qancha mo'ljallaysiz? Mo'ljalim 1 million, 1,5 millionga yaqinroq. Kiyimlari bilanchi? Kiyimlari bilan 2,5-3 yil tagiga boradi. Maktab bozorligiga qancha sarfladingiz? To'g'risi maktab bozorligiga 1 millionlar atrofida sarflaymiz har yili. Formalariga 1 million sarfladim. 1 million 200 lar atrofida ketdi. Umumiy hisobda shunda 2 millioncha ketyapti. bitta farzandim. Bitta farzandimga shuncha ketyapti.